Aynan siz uchun. Ha, o'tkazib yubormang. Aynan siz uchun bag'ishlangan. Ya'ni parrandalarda kasalliklarga qarshi kurashish va kasallikka chalingan parrandalarni qanday davolash mumkin? Shu haqida bo'lib o'tadi. Videoni oxirigacha ko'rib, albatta kamtarona mehnatimizda qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Biz qisqacha faoliyatimizda sizga aytib o'tadigan bo'lsak, parrandachilik bu bizda hobbimiz. O'zimiz uy sharoitimizda parrandachilik bilan shug'ullanamiz. Har xil kasalliklarga mabodo chalinib qoladigan bo'lsa, uy sharoitida davolashga harakat qilamiz. Va u quruqdan quruq bo'lmaydi. Mana har bir kasalliklarni mana boshdan ko'rsatadigan bo'lsam, har bir kasalliklar mana Allohda yozib chiqilgan. Hammasi bu yerda 100 dan ortiq ma'lumotlar bor. Xudo xolasa bugungi video davomida sizlarga buni bir nechtasini, hamma shu to'rtburchaklar, hammasi Allohda har bitta kasallikka davo. Xudo xolasa shu bugun buni har bittasini imkon darajada sizlarga yoritib borishga harakat qilaman. Faqatgina sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ldi. Xo'p, bo'lmasam hozirgi kunda ko'p uchraydigan, ya'ni mavsumiy kasalliklar degan bo'ladi. Misol uchun hozirgi kunda parrandalar ishtahasi yo'qolish ehtimollari, holatlari uchrab turadi. Kuzga o'tganimizda chuma, ya'ni Newcastle kasalligi uchrab turadi bahorgacha bo'lgan paytda. Endi mavsumiy kasalliklar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p. Parrandani ishtahasi yo'qolsa agar qanday vositalardan foydalanish kerak? Ya'ni parrandani ishtahasi yo'qolishiga nima sabab bo'ladi? Birinchi navbatda shuni bilib o'taylik. Parrandani ishtahasi yo'qolishiga birinchi sabablardan biri havoni keskin isib ketishi. Parrandani o'zini harorati bilan tashqi muhitda harorati o'zi isib ketganligi sababli parrandada ishtaha yo'qoladi. Va bu ishtaha yo'qolishdan birinchi navbatda tuxumlayotgan parrandalar tuxumdan qoladi. Tuxumdan qolishning yana bir sabablaridan biri, ya'ni parrandada tanasida namlik pasayishi. Endi shu parrandaning ishtahasini ochirish uchun qaytadan nima qilish kerak, nimalardan foydalanish kerak esa imkon darajasida salqinroq joyda boqing. Haroratingiz 25 va 20 gradus oralig'idagi harorat bo'lsin. Ya'ni daraxtlarda tagimi yoki quyoshga teskaricha qurilgan joylardami yoki suvga yaqin joylardami kattagiz bo'ladigan bo'lsa, harorat o'sha joyda nisbatan salqinroq bo'ladi. Ikkinchi usuli ko'katlarni ko'proq bering. Har xil ko'katlarni olib kelib, masalan, to'g'rab beradigan bo'lsangiz yoki masalan zo'rda o'sadigan o'tlar bor, zo'rda suv ichida. O'shani ham uzib, maydalab parrandaga ozgina kepay sepib beradigan bo'lsangiz, tuxumlashini zo'r oshirib beradigan ozuqalardan biri. Men qishda asosan shu usuldan foydalanaman. Ya'ni parrandalarga o'sha zo'rlarda qishin yozin o'sha ko'katlar o'sadi. O'shalarni terib kelib to'g'rab beraman. Qishgacha meni parrandalarim tuxumlaydi. Lekin tuxumlaydigan kattayxonamni oldini salafan bilan to'saman. Xo'p, bir kunda 10-15 minut ochib qo'yaman. Sabab ichidagi havo sirkulyatsiya bo'lib turishi uchun qolgan payt yana issiq holatda turadi. Ya'ni parrandaning o'zini, tafti, o'zidan chiqadigan issiqlik ham kattayxonani ajratib qo'yadi. Endi tibbiyot tomonlama parrandani ishtahasini qanday ochirish mumkin? Ya'ni ishtahaga qaytadan kirishi uchun parrandaga beradigan dorilaringiz asidi sirop. Ya'ni buni videolarimizda ko'p takrorlaganmiz. Asidi siropi bor. Shuni agarda parrandangizning ishtahasi qisman kam bo'ladigan bo'lsa, 3 grammini 5 litr suvga qo'shib berasiz. Agarda bu holat umuman parrandaning ishtahasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, 5 grammni 5 litr suvga qo'shib berasiz. Va shu suvni 5 kun mobaynida berib, 2 kun tanaffusdan so'ng yana 5 kun mobaynida berib yuboraverasiz. Natijada parrandangizda sekin-sekin qaytadan ishtaha paydo bo'lib, yana qaytadan shu tuxumlashga kiradi. Endi chechak kasalligi. Ya'ni chechak kasalligi bu qanday kasallik? Odatdan dakang boquvchi aka-ukalarimiz bu kasallikni bilishadi. Ya'ni parrandani urishtirgandan keyin, ya'ni havoni issiq paytida xo'rozlarda yuzidagi qonlar qatiydi va natijada yuziga har xil toshmalar toshib ketib qoladi. Ya'ni buni nomi chechak deyiladi. Va bu 3 xil holatlari bo'ladi. Asosan chechak kasalligi tovuqlarda, kurkalarda ko'p uchraydi. Va bu chechak kasalligi 3 turga bo'linadi. Ya'ni tashqi, og'iz va umumiy. Eng ko'p tarqaladiganlari bular tashqilar. Tashqilar, ya'ni parrandaning shu yuzalarida tarqaladi, ya'ni xo'rozni shu aytib o'tib yurishganida yuzda qolib ketadi. Endi buni davolash qanday bo'ladi? Buni davolashda asosan anfluronni siropini 1 grammini 1 litr suvga aralashtirib parrandaga beriladi. Ya'ni parranda ichadi uni. 1 grammini 1 litr suvga. Yuzini furatsilin tabletkasini bir donasini olasiz.
maydalab turib, suvga aralashtirib turib, yuzini o'sha suv bilan, ya'ni bir donasini 1 litr suvga aralashtirib, yuzini paxtani o'sha furatselinli suvga botirib turib, yuzini artasiz. Ertalab va kech payt. Ertalab artganingizdan keyin orqasidan hozir titrasiklin adashmasam, mana shu yerda yozilgan edi. Anfluron, yuzini furatselin, orqadan titrasiklin. Ha, adashmabman. Ya'ni titrasiklin mazini o'sha furatselin bilan artganingizdan keyin surtib qo'yadigan bo'lsangiz, bu holatda agarda 5 kun va 6 kun ketma-ket har kuni takrorlaydigan bo'lsangiz, parrandangizda chechak kasalligidan tuzatgan, ya'ni qutqargan bo'lasiz. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Parrandamiz chechak kasalligiga chalinsa, uni so'yib go'shtini iste'mol qilish mumkinmi? Aslo. Ya'ni shu kasallikka chalingan parrandaning go'shti iste'molga yaroqsiz bo'ladi. Keyingisi, xo'p, chechak kasallikka chalingan tovuqingiz makyon bo'lsa, ya'ni makyon tovuq bo'ladigan bo'lsa, uni tuxumlayotgan tuxumini ham iste'mol qilish harom. Ya'ni iste'molga yaroqsiz xolos. Qachon iste'mol qilsa bo'ladi? Kasallikdan butkul tuzalib bo'lgandan keyin 12 kun mobaynida uni tuxumiga tegmaysiz, tuzalib bo'lgandan keyin 12 kun o'tgandan keyin o'sha 12 kundan keyingi tuxumlar iste'molga yaroqli hisoblanadi. Ungacha bo'lgan tuxumlarni nima qilaman, tashlab yuboramanmi, aqling joyidami? Har xil kommentariyalar bo'lishi mumkin-da. Ungacha qo'ygan tuxumlarni misol uchun suvda qaynatib jo'jalaringizga pishirib berishingiz mumkin. Yoki masalan parrandangizga, har xil turdagi parrandalaringizga pishirib bersangiz bo'ladi, lekin iste'molga insonga yaroqsiz hisoblanadi. Keyingisi, ba'zi birlarda xo'p parrandalarni ko'zida shamollash uchrab turadi. Bu asosan endi sovuq paytlarga to'g'ri keladi. Parrandaning ko'zini shamollashi, oldi ko'piklashib turib, ishib ketadi yuzlari. Bunga qanday vosita, qanday dorilardan foydalanish mumkinsa, eritromitsin mazi bor. Ya'ni vet aptekalarda yoki masalan o'zingizda hududingizga yaqin bo'ladigan shu vet aptekalarga uchraydigan bo'lsangiz, eritromitsin degan maz bor. O'shani olib turib parrandani ko'zini ichlariga surtasiz. O'zim ham foydalanib ko'rganman, effekti bor. Ya'ni parrandani ko'zini ichlariga o'sha mazni har kuni kuniga 2 mahaldan surtadigan bo'lsangiz, 3 kun mobaynida parrandani ko'zini shamollashini mutlaqo tuzatadi. Bu ma'lumot asosan qishda asqotadi. Xo'p, hozircha sizlarga 3 xil ma'lumot berdik. Ya'ni tovuqlarning ishtahasi, chechak va parrandaning ko'zini shamollashi. Va bu kabi ma'lumotlar mana yuqorida ko'rsatib o'tdim, 100 dan ortiq. Sizga qaysi parranda turini, qaysi kasalliklarga yechim kerak? Mana shu bizning daftarimizda, ya'ni bilimimizning ichida bo'ladigan bo'lsa, aqlimiz yetadigan bo'lsa, har bir bergan savolingizga, yozgan kommentingizga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Sizlar uchun addushi mehnatdamiz. Faqat sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ldi. Albatta, agarda kanalimizda birinchi bo'lardan bo'lib ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, like bosing va kommentariyada o'zingizning shaxsiy fikringizni bildirishingiz mumkin. Agar siz parrandachilikka qiziqib, olti ishlariga ham qiziqadigan bo'lsangiz, mana pastga chiqarib qo'yamiz. Daromad TV11 deb yozadigan bo'lsangiz, bizning Telegramdagi guruhlarimiz ham chiqib keladi. Albatta, unga ham qo'shilib olib, tekinga parrandalaringizni reklama qilishingiz mumkin. 1000 dan ortiq kanalimizda kuzatuvchilar, ya'ni jonli kuzatuvchilar bor. YouTube ijtimoiy tarmog'imiz xudo xolasa 26 mingtadan o'tdi. Yilda oxirigacha sizlar va biz birgalikda 100 mingtani uramiz. Addushi patishkada bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi videomiz qaysi mavzu haqida bo'lishini xohlasangiz kommentariyaga yozib qoldiring.